Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun ishimiz yana Nukusda bo'ldi. Katta to'yxonaga bo'ldi. Xudo xohlasa mana tortishlarni ko'ryapsizlar. Yoqib mana sinab berdik. Bu joyimizga ikkita 100, ikkita 80, ikkita 60, ikkita 50 va ikkita 200 tushdi. Xudo xohlasa ishga javob beriladi. Tortishlariga, xizmat qilishlariga bir yilda tutab olib so'ng qaytarish unaqa narsa bo'lmaydi. Xudo xohlasa shu spesialniy to'yxonaga moslangan ichi labirantli bo'ladi, polniy kanallar bo'ladi o'zini. Xudo xohlasa tortishlarni ko'ryapsizlar. Shu endi bizniklar ko'pchilik sizlarga sal qimmatroq ekan deydi. Endi to'yxona yo restoran, kafe ham bo'lsa ham yuragi baribir o'choq bo'ladi, asosiy daromad keltiradigan. Bular ishlamagandan keyin bo'lmaydi-da. Shuning uchun birinchi o'rinda shu o'shaqqa ahamiyat beriladi. Shu yaxshi tortishiga-yu, shu uzoq yillar xizmat qilishiga, restoran yo oshxonada yurgandan keyin uni yana boshqatdan buzib qilib bo'lmaydi. Qilingandan keyin bir chim o'zi 10 yil ishlatishingiz kerak. 1-2 yil tutab ketib, hamma yo'li tutun qilib, unda ham to'g'ri kelmaydi. Xudo xohlasa